Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Sedana ovqat hazm bo'lishiga yordam beradi. Og'izdagi noxush hidni ketkazadi. A'zolarni qizdiradi va tozalaydi. Peshob haydaydi. Zaharlarga qarshi ta'sir qiladi. Xalq tabobatida uni yo'talganda, qusganda qo'llaniladi. U xuddi murch kabi ta'sir qiladi. Sedanali choy, suvchechak, sariq kasalligi, taloq yallig'lanishida, hayz qonini haydash va emizikli onalarning sutini ko'paytirish uchun ham qo'llanilgan. Sedanali choyga asal qo'shib ichilsa, peshob yo'llaridagi toshlarni maydalaydigan doriga aylanadi. Ibn Sino yozadiki, sedana balg'amni ko'chiruvchidir, tozalovchi, yel va damni shimdiruvchidir. Xususan uning tozalash xosiyati yetarli darajadadir. Sedana tumovga foyda qiladi. Uni asal va issiq suvga qo'shib ichilsa, qovuq va buyrakdagi toshlarga foyda qiladi. Ularni chiqaradi. Sedanali choy quyidagicha damlanadi. Yarim litrli choynakka 1 choy qoshiq qora yoki ko'k choy, 20-25 dona sedana solib, qaynoq suv quyiladi va 3-4 daqiqa cho'qqa qo'yib dam yedirilgandan keyin shirinliklar bilan ichiladi. Asal qo'shilsa juda foydali ne'matga aylanadi. Qadrli qadrdonimiz, doimo o'zingizni ehtiyot qiling, sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.